Menga qaragin, uzr so'rayapman, bo'ldi, uzr. Eshitishni ham xohlamayman. Menga katta ketyapsan, o'zi hech voqeing yo'q, gadoy. Gadoy? Usta, men seni kechirdim. Boya uzr so'raganimda kechirdim sen bo'lardi-ku oxliroq. Bilasanmi sen nima uchun kechirdim? Alloh kechirmagan odamni qiyomatda yuzlashtirar ekan. Men sen bilan qiyomatda ham yuzlashdim. Xavotirman qiyomatda savollardan xavotirman. Xo'jayinmi? Ajaqa gap. Xo'jayin, bugun yakshanba bo'lsa, dam oladigan kuningiz. Shunpriz qayerda? Murod, erta ishxonada gaplashamiz. Ket bu yerdan tezroq. Xo'jayin, nima deganingiz bu? Ket deyapman senga. Xo'jayin, mumkinmi? Kel, Murod, o'tir. Xo'jayin, kechagi holatga umuman tushunmadim. Murod uka, o'zimdan o'tganini o'zim bilaman. 20 yil oldin bitta yetimni haqqini yeb qo'ygan edim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Aka, aytgan hamma ishlaringizni qilib qo'ydim. Haqqimni bersangiz men ketardim. Haq. Sen 10 kun ishladingmi? Yegan ichganing bilan to'g'ri bo'lib ketdi haqqing, ukam. Bor, endi ishingni qil. Aka, yegan ichganimni gapirmang. Men yetimman. Pul zarurligi uchun Mardikor bozoriga chiqqandim. Iltimos, meni pulimni bering. Demay qara. O'zing ketasanmi yo milisiya chaqirib berib yuboraymi? Bo'ldi, aka. Men sizni tushundim. Salomat bo'ling. Bilasan, qo'limni 200 tadan ortiq odam ishlaydi. Har yakshanba kuni ortiqimni kubirini sindiriydi. Bu bolani Mardikor bozorida uchratib qolsam, omonatini berib olmoqchi edim. Bu dunyoda haqqini berib olmasam, bu dunyoda Allohning oldida qanaqa javob beraman, Murod? Ishda azobi yomon bo'lar ekan. Yomon bo'lar ekan. Asistni ham chiroyli qurib qo'yishdi, do'st. Dorga ham azgina qopdi. Amaki, salfetka olinglar, iltimos. Bola, yaxshimisan? Mazing bo'lmayapti. Hopsizlanib qolibsan-ku. Tur bola, o'zim senga ovqat olib beraman. Yur o'rtoq. Qara, u saxovat bo'sha. Bitta olib kirolsanmi? Hali chol nima derkin? Yur, xijolat bo'lma bola, yur. Keldim, do'da. Qattiq yuribsanlar iftorlik azgina qolganda. Ko'rmaysizmi bizni? Ana kelyapti yetinglar. Ha, Murod? Tinchlikmi? Shunaqa degin Murod. Bolajonim, xush kelibsan. Qani marhamat? Yuring. Menga qara, Botir. Shu ichi qorali odating hali ham qolmabdi-de. Tur yo'qol ishingni qil. Hayvon. O'g'lim, bu salfetkalaringni hammasini men sotib olaman. Murod, bola nima yegisi kelsa, hamma narsani olib kelib yoqqa. Xo'p bo'ladi. Bolajon. Dadajon, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Siz ushlab berayotgan narsalaringizni uyga olib borib, oyim bilan birga og'iz ochsam maylimi? Sen bemalol ovqatingni yeb olur, uyingga olib ketishingni ham qildirib beraman, o'g'lim. Yo'q, dadajon, oyimga kelaman dedim-de, oyim kutyaptilar. Tushundim seni, o'g'lim. Doni! Nima dada? Menga qara. Ishxonamizdagi hamma ovqatlardan saboy qilganda tez mashinaga olib chiqib qo'y. Xo'p, bola. Murod, sen menga qaravor. Bo'ladi. Bolajonimizni olib, onasini qo'liga lichni o'zing topshirib kelgin. Tushundingmi? Menga qara. Meni ehsonimizni ham bergin. Keyin aytib qo'ygin. Uyligisi bizning ishxonaga juda yaqin ekan. Abdug'ofur oshxonasi bular uchun doimo ochiq. Xohlagan paytida kelib iftorlik qilib ketsin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bora qol. Murod, bora qolinglar bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Tez olib borib tasha. Xo'p. Dadajon, qo'lingizni oching. Alloh sizni ikki dunyo aziz qilsin. Bora qol, bola. Bora.